Qaranglar, sizlarga zo'r variantdagi Cobalt mexanik 2019-yilda ishlab chiqarilgan tayyor holatdagi mashinani oldindan 6 million so'm pul bilan onlayn oformlashni qilib beraman. Ish haqi kafil so'ralmaydi. 6 million so'm pul bilan pasportni olib kelasizlar, notariskiga qadam pul so'ralmaydi. 6 millionning ichida hamma rasxodlarni qilib beramiz. Metan gazlari mustafa qilingan, bosib o'tgan masofasi 110 ming kilometr. O'zini halol probek bemalol ustaga olib borib tekshirtirib, savdo qilsangizlar bo'ladi. Mashinamiz avtokreditda 4 yilga chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 500 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni 3,5 million so'm puldan. Bemalol kelaveringlar. Mashinlarimiz ko'p. Ruslan Avtosavdo Instagram profiliga joylab boramiz. 4 dona bo'sh balonlar ham qo'yilgan. Ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Eldagi yana bir xil, top-toza, 4 taraf ham bir xil. 4 xil emas. Salon qismini ko'rsangiz, salon qismlari ham akkuratlik holatda yana. O'rtacha bo'limini dumam maqtaymiz, dumam yere urib tashlamaymiz. Eldindan 6 million so'm pul bilan Cobalt izlagan yurtdoshlarimiz imkon darajasida tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz do'stlar. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga podpiska, layklarni bosib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimiz alohida minnatdorchiliklarimizni bildiramiz.